Biznes razborimizni navbatdagi soni bu safar jamiyat uchun juda ham foydali bo'lgan loyihalardan bittasini razbor qilamiz. Yusuf Invest loyihasi qanaqa qilib investitsiyalar olishim mumkin? Qaysi tadbirkorga pul kerak emas? Biznesmenman, menga stanok kerak. Stanokni qayerdandir olib kelib, menga bay qilasiz, sotasiz. Force major holatida o'sha uskunaga bir talofat yetib qolsa yo bir boshqa holat bo'lsa, bizning holatimizda risk bizda bo'ladi. Sizdan stanok olsam, u menga ma'lum bir paytdan keyin mulk bo'lib qoladimi? Tushunmovchilik, nomuvofiqlik bo'lmasligi kerak. Yuridik kuchga egami, ega emasmi va'dalashuv? Nasiya savdoda risk qayerda bo'ladi? Biznesdan saqlab qolaman deydiganlarga berib bo'lmaydiganda ehtiyot bo'lish kerak. Endi bozorda qanchaga sotamiz? Zarar bo'lishi mumkin. Real zarar. Bu yerda kutilib turgan foyda haqida gap bo'lmaydi. Kelajagi qanaqa? Ya'ni investitsiya qilish, moliyalashtirish kompaniyalari biznes sifatida, xususiy sektor sifatida qanaqa ketyapti? Mablag' yo bo'lmasam investitsiya kerak bo'lgan nimalar, sohalar juda qiynalishadi-da. Qilgan o'g'irlik o'zi налогga to'lash kerak bo'lgan pulini 10 barabarini olib ketib qolishi mumkin, chunki cho'rni ishlayotganlarda juda katta teshik bor bu yerda. Qo'shilgan qiymat solig'iga o'ting, men sizdan narsa sotib olaman dedim. O'zim sotib olaman. Bizda talab bor aholidan desam, davlat bir deganda olib beradi pulini. Qayerdan bo'lsa ham topib olib beradi agar beli ishlagan bo'lsa. Tovarni sotib olgan narximizni ochiq-oydin aytamiz. Unga ketadigan bevosita xarajatlarni qo'shamiz, narx ustiga, yo'l kira yo bir boshqa narsa bo'lishi mumkin. Va undan keyin o'sha narxga nisbatan foydamizni shuncha foyda qo'yyapmiz deb ochiq-oydin aytib sotamiz. Foyda qo'yma, ustiga mana buncha foiz foyda qo'yasan ekan u deydi. Biz foydalanaylik. Tadbirkor foydalansin. U orqali jamiyat ham foydalansin. Nimadir bo'lsa aytaylik, kimdir bergisi ham kelmay qolsa, unda nima bo'ladi? Avvalo muddat beramiz, holatdan kelib chiqib ko'ramiz, lekin o'sha kechikkan kunlar uchun jarima, boshqa narsalar yo'q. Biznesiga pul olib bermoqchi bo'lsam, men kafil deyman, kafillikka qo'l qo'yib beraman. Unda yoki kafilga nimadir mulkim bo'lishi kerak. Yo'q. Qadriyatlarga asoslangan bir kompaniyalardan foydalansam, men ko'proq manfaat topaman, chunki u yerda ikki tomonni riski hisobga olingan, ikki tomonga risk yuklatilgan. Izohda yozganlarning ichida o'zim tanlayman. Va o'sha tanlanganlarga men shaxsan bitta kodeks beraman. Agar xohlasangiz sizdan bir voucher yoki nimadirlar qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizdan ham quruq bo'lmasin. Shunaqa holat bo'lsa, mana deylik, bitta o'sha Samsung Pilisos ro'zg'or uchun o'shani hadya qiladi. Assalomu alaykum. Biznes razborimizni navbatdagi soni bu safar jamiyat uchun juda ham foydali bo'lgan loyihalardan bittasini razbor qilamiz. Yusuf Invest loyihasi, ya'ni investitsiyalar bilan shug'ullanadigan kompaniya. Bu orqali, bu video orqali investitsiyani hozirgi kundagi ahamiyati, biznesmen sifatida qanaqa qilib investitsiyalar olishim mumkin va buni nima foydasi bor biznesga va biznesni kengaytirish uchun investitsiyani ahamiyati haqida inshaalloh suhbatlar bo'ladi. O'ylaymanki, foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlarga va izohga yozganlarga sovg'alarimiz bo'ladi. Esingizdan chiqarmang. Va o'ylaymanki, juda ham samimiy suhbat bo'ladi. Samimiy suhbatni foydasi qalbdan qalbga yetib boradi. Xush kelibsiz Nodirbek aka, Yusuf Invest rahbari. O'zingiz haqingizda qisqacha tanishtiring, faoliyatingiz haqida. Assalomu alaykum. Ismim Nodirbek. Yusuf Invest brendi asoschisimiz. Men endi avvalo o'zim haqimda qisqacha gapirib beradigan bo'lsam, ancha yillar bank sohasida, mikromoliya sohasida ishlaganman. Vaqt soati kelib mikromoliya tashkiloti Islom darchasida faoliyat yuritdim ma'lum bir muddat. Endi hozirga kelib turib o'zimiz alohida bir tashkilot qildik, Yusuf Invest deb nomladik. Bizning tashkilotimiz tijoriy tashkilot, asosan savdo bilan, ijaraga berish bilan shug'ullanadi hozirgi kunda, ijara lizing bilan. Bu jarayonda savdoni nasiya savdo asosiga qilyapmiz. Biz yana bir narsa, muhim narsa aytib o'tishim kerak. Biz o'zimizga yarasha qadriyatlarimiz bor va shu qadriyatlarga asosan biznesimizni tashkil qilganmiz. Tadbirkorlarimizga ham takliflarimiz shu qadriyatlarga asosan. Bu degani qadriyatlariga, prinsiplariga qaragan holatda. Bu qanaqa qadriyatlar desa, bu endi bizda Asodiq Consulting tashkiloti bilan hamkorligimiz bor. Shu savdoyimizni, nasiya savdoyimizni, keyin o'sha shartnomalarimizni
bandlari hammasini keyin o'sha savdodagi ketma-ketliklar jarayonlarida hammasini ular ko'rikda o'tkazdirib tartibga solib berishgan. Ham yuridik tomondan ham hamma tarafdan ko'rib tasdiqlab berishadi. Ya'ni ham yuridik tomondan tartib qoidalarga to'g'ri keladi. Asodi konsalting buni nima qilib beradi? Bu yerda ularda bizga nimasi, ular o'sha ham yuridik tomondan ham o'sha nima deydi, qonunchilikdan chiqmagan holatda mana islom moliyasi tamoyillariga moslab berishadi, moslab berishgan. Hozirgi kunda ko'pchilikka qiziq, islom moliyasi davlat miqyosida ko'rib chiqilyapti. Butun mana dunyoda, hattoki Yevropa tomonlarida bu narsaga targ'ibot kuchayyapti va shuni hisobidan talab ko'payyapti hozir islom moliyasi orqali moliyalashtirishga. Hop, o'zi nima u, qanaqa tartibi bo'ladi, shartlari bo'ladi? Birinchi o'rinda hurmatli prezidentimizning bir gaplari bor. Bundan 3 yil oldingi gap adashmasam. O'zbekistonda islom moliyasini tatbiq qilish, joriy qilish vaqti soati keldi deyishgan. O'shandan keyin prezidentimiz tashabbuslari bilan bu sohaga chuqurroq kirishilib, hozirgi kunda mana qonunchilikda katta o'zgarishlar, bu kichkina bir doirada emas, butun davlat doirasida katta o'zgarishlar qilib, qonunchiliklar tayyorlanib, xudo xolasa yaqin orada bir tasdiqdan o'tish etapida turibmiz. Endi aytadigan bo'lsak, bu o'z aslida islom moliyasi bu nima desam bo'ladi? Zamon talabi olganda, masalan, an'anaviy moliyalashga muqobil ravishda nima deydi? O'zbek masalan olganda o'sha qadriyatlar bilan yashaydigan insonlar uchun bir muhim juda ham va hozirgi kunda mana bank sohasini ko'ryapmiz. Bank sohasida masalan kreditlar taklif qiladi, boshqa qilinadi. Shunaqa etapga boryapmizki, tabiiy ravishda shu bank sohalariga ham islom moliyasini bir haligi nima deydi, mijozlar uchun manfaatli bo'ladigan qismlari o'z-o'zidan kirib boradigan holatga qarab kelyapmiz. Oddiy misol, bankda hozir moliya sohasida taklif ko'p. Ilgariga nisbatan juda ham ko'paygan hozir. Bu degani taklif ko'p bo'lgan joyda o'z-o'zidan mijozlarni manfaatlarini hisobga olish boshlanadi. Zo'r. Men eshitganman, 2008-yilda global krizis bo'lgan va o'sha paytda Yevropa iqtisodchilari, mana shu sohaning eng yirik mutaxassislari o'rganib chiqib, inqirozning asosiy sababi va uni yechimlari misolida tezroq mana shu islom moliyasi usuliga o'tish kerak degan xulosa berishgan. Ya'ni Yevropani aynan ekspertlari hattoki Yevropada ko'proq avj olishni boshlagan deydi. Islom darchalari ochish kerakligi. Bu haqida men to'g'ri ma'lumot olganmanmi yoki qanaqa, sizda qanaqa ma'lumotlar bor? Xo'p, siz to'g'ri ma'lumot olgansiz. Kapitalistik deymiz endi Yevropa olganda iqtisodi asosan pul hisobiga quriladi. Islom iqtisodi boshqacharoq. Islom iqtisodi tovar, mahsulot, real nima deydi, iste'mol qilinadigan narsani ustiga quriladi. Keyin manfaat jihatdan islom iqtisodi hammani manfaatini hisobga oladi. O'sha paytda siz to'g'ri aytdingiz, krizisdan islom moliyasiga asoslangan, tamoyillarga asoslangan bank moliya tizimlari krizisdan juda yaxshi o'tishgan. Buni endi sabablarini tahlil qilib, hammasini hisobotlar ham qilib berishgan. Bu chuqur narsa endi. Chuqur narsa, lekin so'zimning ma'nosi to'g'ri. To'g'ri. Shunda. Zo'r. Xo'p, endi islom moliyasi deganda uning ichida produktlar bor. Qanaqa umuman moliyalashtirishda aytaylik, murobaha bor, shirkat bor, ijara dedingiz. Buni qisqa tushuntirib beraylik, terminlar boshqalarga tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun. Ha. An'anaviy bankchilik bilan islom moliyasidagi produktlarni oddiy qilib tushuntirish mumkin farqini. Endi an'anaviy bankchilikda pul taklif qilinadi, kredit taklif qilinadi. Islom moliyasida har bitta holat, har bitta vaziyat, oddiy misol masalan biznes uchun deydigan bo'lsak, masalan an'anaviy bankchilikda hammasini yechimi pul bilan bo'ladi. Bizda o'sha narsani masalan murobaha yoki nasiya savdo nimasida oladigan bo'lsak, ko'rinishida pul taklif qilinmaydi, lekin o'sha pulga tadbirkor nima sotib oladi? Qayerga pul tikadi? Masalan, aynan o'sha joyda o'rganib, tahlil qilgan holatda
o'sha joyga kerak bo'lgan mahsulotni, tovarni, uskunani, buyumni sotib olib, avval o'ziga sotib olib, keyin tadbirkorga nasiya qilish orqali tadbirkorning o'sha ehtiyojini qondiradi. Biznesdagi ehtiyojini. Bu murobaha produkti. Bu o'sha nasiya savdo murobaha produkti deymiz. Endi yana ijara produkti bor. Juda ham zo'r narsa bu ham. Bizda o'zi an'anaviy lizing bor, islomiy ijara. Ikkalasi bir-biridan ozgina farq qiladi. Risklarni bo'lishish nuqtai nazaridan asosan. Risklarni bo'lish nuqtai nazaridan. Xo'p, bunda endi masalan sizga men biror uskunani ijara qilib beradigan bo'lsam, islom tamoyillari asosida ijara qilib beradigan bo'lsam, shu naqa narsaki, siz ijara to'lash, ijara shartnomasi davomida force major holatida o'sha uskunaga bir talofat yetib qolsa yo bir boshqa holat bo'lsa, bizni holatimizda risk bizda bo'ladi. Demak, mana ikkita narsani birinchi xulosa qilib olaylik. Oldingisi, ya'ni oddiy ko'rayotgan odamga tushunarli bo'lishi uchun murobaha misolida men biznesmenman, menga stanok kerak. Stanokni qayerdandir olib kelib, menga bay qilasiz, sotasiz. Buni murobaha dedik yoki shuni variantga yoki nasiyaga sotdingiz, men buni murobaha dedik yoki nasiya savdo dedik. Ikkinchi aytilayotgan narsa bu ijara. Men agar stanok olmoqchiman, siz menga uni ijaraga berdingiz. Mulk sizda qoldi shunda. Agar mulkka force major zarar yetsa, demak u yerda men kuymayman sizdan tovar olgan bo'lsam. Olmadim, chunki ijaraga olib ishlatib turibman. Stanokni, sizni stanogingizni ijaraga olib ishlatib turibman. Shunaqa. Siz kuymaysiz, bu ijaraga beruvchining bo'ynida bo'ladi. Bu ham katta ehtimol bilan boshqalardan afzalligi bo'lsa kerak. Juda katta narsa bu. Gapirishga oson. To'g'risi, gapirishga oson, lekin o'sha paytga kelganda an'anaviy lizingda bu narsa yo'q. Risk to'liq mijozni bo'yniga o'tib ketadi. Kuyib qolsa, yonib ketsa, boshqa bo'lsa. Endi bu yerda bizni sohada, bizni qilayotgan turgan ishimizda, masalan, savdoda, nasiya savdoda risk qayerda bo'ladi? Endi bankdan pulni oldingiz, kredit chiqardingizda qolgan narsani o'zingiz qilasiz. Deylik, Toshkentdan yo bir qayerdandir yuk olasizda olib kelasiz. Olib kelish jarayonida xudo ko'rsatmasin bir talofat bo'lib qolsa, sizni bo'yningizda. Nimasi yo'q uni. Lekin bizga murojaat qildingiz, biz tovarni sotib oldik. O'zimizga qabz qilishimiz kerak. Olib kelyapmiz, yo'lda talofatga kelib qoldi. Sizga hali topshirmadik. Siz bilan hali bay qilmadik, savdo qilmadik. O'sha holatda risk bizda bo'ladi. Bu savdodagi risk. Bay menga o'tmagungacha, bay bo'lmagungacha nimadir bo'lsa, siz riskingiz bo'lib qoladi. Shu yerlarda farq qiladi. Mingtadan bitta bo'lsa ham bo'ladi. Oddiy misol, bitta furada yo ikkita furada bir nimadir bo'ldi, qancha summani tashkil qiladi, o'zingiz o'ylab ko'ring. Ijarani tushuntirdim. Ijarada risk yana ham kattaroq. Biz shu risklarni biz o'z bo'ynimizga olamiz. Shu endi farqi ham shundada. Demak, islom moliyasi riskni ikki tomonnikini ham zimmasiga oladi deganda shu. Endi sizga bir qisqa qilib nima deydi, jarayonni tushuntirib ketsam yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Nasiya savdo jarayonimiz. Nasiya savdo jarayonimiz qanaqa tashkil qilinadi deyilganda, avvalo murojaat. Murojaat kelgandan keyin biz javob beramizda mijoz bilan muzokara jarayonini boshlaymiz, o'rganamiz. Nima ehtiyoji bor, qanaqa tovarga ehtiyoji bor, nima mahsulotga yo bo'lmasam umuman olganda mijozni holatini, biznesini masalan to'liq o'rganib chiqamiz. Bu yerda vaqtliroq aytishim kerak bo'lgan bir narsa bor. Bizning fokusimiz asosan biznesga, B2B ga qaratilgan. Biznes sohasi vakillarini yanada qo'llab-quvvatlash, yanada ularga yordam berish. Demak, biznesmenlarni qayerdadir pul yetmaganligi uchun o'solmayapti. Foyda bo'lib turibdi, assortimentga pul kerak yoki nimadirga pul kerak, shuni evaziga o'solmayapti. Hozir pul kerak. Hukumatimiz ham e'tibor bersangiz, tadbirkorlikni rivojlantirishga juda katta resurslar ajratyapti, juda katta e'tibor qaratilyapti. Biz ham shu nimadan bir ilhomlangan holatda shu bizni o'zimizning yo'nalishda shu biznes sohasi vakillarini yanada nima deydi, biznesini kengaytirish, keyingi bosqichga olib chiqishga qanaqadir sababchi bo'lib qolishni niyat qilganmiz. O'shani hisobiga biz o'zimizni oliy maqsadimizni ham bir
shu nimaga to'g'rilab qilganmiz. Bizneslarni jamiyatga manfaatli, foydaliligini yanada oshirish uchun xizmat qilish. Bizning maqsadimiz shunaqa. Zo'r. Endi haligi jarayon ketma-ketlikda uzilib qoldik. O'shani oxiriga yetib qo'yadigan bo'lsak, Produktlar bo'yicha. Produktlar bo'yicha mijozni holatini o'rganib, bizga ma'qul kelgandan keyin, arizasini qabul qilganimizdan keyin va'dalashuv kelishuv qilamiz. Dastlabki kelishuv deymiz. Bu yuridik jihatdan bu mijozga bir majburiyat yuklamaydi. Va o'sha kelishuvga asosan biz tovarni sotib olamiz. Avval o'zimiz sotib olamiz. Sotib olganda ham tovarni pulni o'tkazdirdik, endi shartnoma qilaylik deyish yo'q. Tovar real ko'rinib, bizni qabzimizga o'tib, topshira oladigan bo'lganimizda mijozga, keyin biz mijoz bilan o'sha nasiya savdo shartnomasini qilamiz. Nasiya savdo shartnomasini qilganimizdan keyin qachonki tovarni qo'liga topshiramiz mijozni, shu bilan mijozni nimasiga o'tib ketadi, mijozga o'tib ketadi. Shunaqa tartibda ishlaymiz. Bu nasiya savdo nimasi. Endi ijara bo'ladigan bo'lsa, yana o'sha birinchi etap bir xil. Va'dalashuv kelishuv bu yerda ikkita bo'ladi. Dastlabki kelishuv. Birinchisi o'sha olib beraman, olasan, keyingisi nima deydi, ijara to'lovlarini to'lab bo'lganingdan keyin senga shu tovarni shuncha miqdorda summaga sotaman degan kelishuv bo'ladi. Bu keyin nimadan keyin ishlaydi. U jarayonda ijara shartnomasi tuziladi. Ijara shartnomasi tuzilgan, ijara to'lov bo'lgandan keyin, mijoz to'lovlar qilib bo'lgandan keyin o'sha kelishuvga asosan biz mijozga tovarni sotamiz, uni qabziga o'tkazdirib yuboramiz, uni mulkiga. Ijara, shunda ijara menga ijaraga sizdan stanok olsam, u menga ma'lum bir paytdan keyin mulk bo'lib qoladimi shunda? Endi bu yerda bir qismdan sotasizmi yoki? Bu yerda shunaqa narsa bor. Ijara oddiy ijara bo'lishi mumkin. Biz o'sha narsamizdan foydalanib, keyin ma'lum bir muddatdan keyin qaytarib olamiz. Ikkinchi varianti u egalik huquqi bilan tugaydigan ijara deyiladi. Bu o'sha boshida o'sha va'dalashuv, dastlabki kelishuv bilan tartibga solib qo'yilgan bo'ladi. Lekin ijara shartnomasining ichida, shu shartnomaning o'zining ichida tovar to'lab bo'lganingdan keyin senga o'tkazib beraman degan shart qo'yilmaydi. Shartnomaning ichida bo'lmaydi, va'dalashuv ichida. Va'dalashuv bu alohida bo'ladi. Tushunarli. Ikkita shartnoma, ikkita kelishuv bo'ladi. Shartnoma bilan va'dalashuv. Nasiyada ikkita, bitta va'dalashuv, bitta murobaha nasiya savdo shartnomasi bo'lsa, ijarada 3 ta bo'ladi. Ikkita va'dalashuv bo'ladi. Ikkita va'dalashuv, bitta ijara shartnomasi. Yaxshi. Xo'p, ikkita va'dalashuvni bitta shart nimani ichiga kiritsa bo'lmaydimi? Bitta shartnomani ichiga. Ya'ni shartnomani o'zidagi va'dalashuvni aytmayapman. Ikkita va'dalashuv. Nimasi farq qilyapti, men shuni tushunmayapman. Bu yerda endi birinchisi tovarni olib berishga bo'lgan va'dalashuv. Bu yerda ijara shartnomasi bo'ladi. Ijara shartnomasidan keyin tovarni senga sotaman degan va'dalashuv. Bu yerda bir-biri bilan vaqtida ketma-ketlikda farq bor. Uni narigini birdaniga qilib bo'lmaydi. Birdaniga qilib bo'lmaydi. Birinchi bo'ldi, tushunarli. Xo'p, demak, keyin senga sotaman degan va'dalashuv bo'lsa, u ham olaman deb va'da beradi shuni. To'g'rimi? Boshqaga sotmaysiz shunda. Va'dalashuv bo'ldi. Endi shunda oxiri narxlar ham shu yerda yozib qo'yiladimi yoki o'sha paytdagi narxni kelishamiz deyiladi? Yo'q, narxi o'sha va'dalashuvda aniq belgilangan bo'ladi. Men shuncha summaga olaman ijara tugagandan keyin. Sababi har bitta shartnomamizda, har bitta kelishuv, har bitta jarayonda shunaqa narsa bo'lishi kerakki, bizda tushunmovchilik, nomuvofiqlik bo'lmasligi kerak. Hamma yo'q oldindan aniq kelishilgan bo'lishligi kerak. Demak, va'dasida turadigan odamga berish kerak ekan. Bu yerda endi shunaqa va'dasi lafzi butun haqiqiy biznesmenga berish kerak ekan. Biznesdan soqqa qilib qolaman deydiganlarga berib bo'lmaydi ekanda, ehtiyot bo'lish kerak. Endi inson tadbirkorlarimiz yaxshi, murojaat qilib turgan tadbirkorlarimiz hammasi bu bo'yicha haligi nima deydi, hozircha biz uchraganimiz yo'q. Endi buni sabablarini qilib olamiz. Ba'zi bir sabablari bor.
harakatni endi mana ma'lumot qisqacha tushunarli bo'ldi ko'ruvchilarga. Endi nima haqida gap ketayotganligi. Endi razborga o'tsak. yaxshi. Birinchi savol tug'ilyapti menga. Yuridik kuchga egami, ega emasmi va'dalashuv shartnomasi? Va'dalashuv shartnomasi nima desam bo'ladi? Qachon Fuqarolik sudi ko'rib chiqadigan darajada bo'lsa kerak menimcha. menimcha shunaqa Fuqarolik sudi to'g'risini ko'rib aytsam, chiqadigan darajada bo'lsa kerak. Hali qonuniy bir jazo berish darajasiga yo'q, unaqa emas. iloji yo'q-da, Unaqa emas. Lekin bu yerda bitta narsa bor. Talofat masalan yetkazish darajasi borda. Siz bilan biz va'dalashdik. Va'dalashuvga asosan biz sizdan ma'lum bir summa ishonch to'lovi deymiz. O'sha narsani oldik. Deylik, endi umumiy summani 5%ni ishonch to'lovi qilib oldik. Bankka hisob raqamga qo'ydik. Erta turadi u oxirigacha. zalog qo'shadi. Ha, ishonch to'lovi endi zalog deyilmaydi, u omonat. Buni mohiyati nima desa, sizni o'sha maqsadingizni jiddiyligini isbotlashingiz uchun kichkina summa. O'sha holatda shartnoma qilingandan keyin biz so'raymiz, buni qaytarib olasizmi yo bo'lmasam mahsulot tannarxiga yurgizib olaylikmi deymiz. Agar qaytarib olaman desa qaytarib olamiz. Bu yerda men hozir nima demoqchiman, agar siz va'dangizdan qaytsangizda biz tovarni olib kelib qo'yganmiz, endi siz olmayapsiz. Biz uni sotishimiz kerak. Bozorda qanchaga sotamiz? Zarar bo'lishi mumkin. Real zarar. Bu yerda kutilay turgan foyda haqida gap bo'lmaydi. Tovarni tannarxiga nisbatan real zarar. Masalan, sizdan 10 million so'm ishonch to'lovi oldik. Real zarar holatda 2 million so'm biz zarar ko'rdik. O'sha 2 million so'mni biz sizdan olib qolamizda, qolgan 8 millionni qaytib beramiz. Mana shunaqa tartibda. Shu va'dalashuvda bo'ladi. Ha, shu va'dalashuvda agar siz va'dangizdan qaytadigan bo'lsangiz, shu bu yoqda hali zalogga o'xshagan narsa bilan, omonat bilan strafovka qilib olgansiz. Real zararda hali qilib olamiz. Strafovka qilib olyapsiz. Hop, yaxshi. Investitsiya bozori, ya'ni sizni sohangizda, sizni biznesingizdagi raqobat qanaqa hozir O'zbekistonda? Va buni kelajagi qanaqa? Ya'ni investitsiya qilish, moliyalashtirish kompaniyalari biznes sifatida, xususiy sektor sifatida qanaqa ketyapti? Endi investitsiya bozori deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda endi bank sohasini aytamiz. Bu juda katta narsa. Endi moliya tashkilotlari bor. Undan keyin yana ko'pchilik hisobga olmaydigan narsa bor. O'zi xalqimiz ichida bu narsalar, men aytib turgan narsalar o'zi ishlayapti. Qonuniy shartnomalar asosida emas, lekin labzlar, o'zaro oldi-berdi asosida ishlayapti. Lekin men bunga 2 yil bo'ldi, menimcha ozgina ko'proq bo'lib qoldi-yu, lekin bitta statistikani eshitganman, shu Markaziy bankda yig'ilish bo'lganda O'zbekistonda moliya sohasidagi bozor 55% ga to'ldirilgan xolos. Bu an'anaviy banklarda ham hisoblaganda. Umumiy hisoblaganda 55% ga to'ldirilgan xolos. Shundan mikromoliya sohasi hozir masalan statistika bilmayman, 8 bo'ldimi, 10 bo'ldimi trillion. Deylik, shu 1% ni tashkil qiladi. Hozir real bank moliya sohasini 1% ulushini tashkil qiladi xolos. Mikromoliya. 55 ni 100 deb olib, shuni 1%. Ha. Bu degani hali bozor juda katta degani. Tem bo'lib, masalan, bizni masalan hozirgi tashkil qilib turgan yo'nalishimiz juda katta bozor deyman. Maydon katta, faqat to'g'ri yetkazib bera olsak va qulay mahsulotlar tashkil qilib bera olsak bo'ldi. Endi qarang, hozir investitsiya qilish bo'yicha aynan milliy bizneslar rivojlanishi kerak. Mana sizga o'xshagan sohalar rivojlansa nima bo'ladi-yu? Mana chet el investitsiyalari rivojlansa farqi nima bo'ladi? Ya'ni investitsiya kompaniyalari shu EBRga o'xshagan bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Ular investitsiya qilishini nima foydasi bor? Biz o'zimizni chiqqan investitsiya kompaniyalarimiz investitsiya qilishini farqi nimada? Yaqin maqsadmi, uzoq muddatli maqsadda nima plyus minuslari bor? Endi bu yerda birinchi o'rinda milliy brend degan narsa rivojlanib, shakllanishi kerak. Bu
davlatni o'zi uchun ham juda yaxshi kerakli deydi. Hozir masalan tadbirkorlarni juda qattiq qo'llab-quvvatlayapti. Endi narigi tashqiniki pul daromad tashqariga chiqib ketadi. Endi u xoh an'anaviy bo'lsin, xoh masalan islomiy bo'lsin, tashqariga chiqib ketadi. Keyin bu yerda ichki institut masalan darajasida ko'radigan bo'lsak, shu bizga o'xshagan tashkilotlar masalan yaqinda bank moliya sohalari ishlashni boshlaydi. Rivojlanishi bu albatta foydaga ishlaydi. Alohida bir yo'nalishga asoslangan moliya institutlari paydo bo'lishni boshlaydi. Bu kelajakda buni yanada rivojlanib, haligi nima deydi? Tajriba bo'ladi. Aholiga, xalqqa, umuman olganda butun dunyoga bir katta maktab bo'lish ehtimoli ham bor. O'zi buni men oxirrog'ida berishim kerak ekan bu savol. Birinchi mana tasavvur qilaylik, hozir investitsiya fondlari jamiyatga, demak, biznesmenlarning o'sishiga foyda beradi. Aytaylik, hozir Safiya 100 nechtadir filiali bor, 200 ga yaqin filiali bor. Korzinkani mana 200 ga yaqin filiali bor. Ularda sistema bor. Tezda kengayib Qozog'istonga, Qirg'izistonlarga ham filial ochib tashlash imkoniyati bor, chunki sistema bor. Endi ularga bo'lsa investitsiya kerak. Endi xuddi shu nuqtai nazardan qarasak, sizni sohangiz, konkurentlaringiz, raqobatchilaringiz rivojlansa va investitsiyalar kuchaysa, demak, bizni o'zbek brendlari dunyoga chiqish ehtimoli oshadimi? Men to'g'ri tushunyapmanmi shuni? Albatta. Ya'ni sistemasi bor bo'lgan, mana Korzinkaga qo'yib bersangiz, hozir 1000 ta filial ochsa ham boshqara oladi. Bemalol boshqara oladi-da. Lekin ularga ham baribir investitsiya kerak, shuni to'g'ri tushunyapmanmi? Demak, sizni loyihangiz ko'paygan sari jamiyatga mana shu imkoniyatni beradi. Mana Amerikani Amerika qilgan shu katta brendlar yoki Yevropani Yevropa qilgan katta brendlar va mana shu brendlarni investitsiyalar orqali rivojlantirishgan. Bizda ham shunaqa investitsiya fondlari rivojlansa, men o'ylaymanki, milliy brendlarimiz dunyoga chiqish ehtimoli oshadi. To'g'rimi? Ha, sizga bir savol, biznes ekspert sifatida javob berishingizni xohlardim. Qaysi tadbirkorga pul kerak emas? Menimcha, hali ambitsiyasi, ya'ni katta maqsadlari yo'q bo'lgan tadbirkorga. Ha. Menimcha. Shunaqa. Bu degani qancha biz nima deydi? Tadbirkorlarning ko'nglini, nimani xohlayapti, qayda dardi bor, qayerda bir og'riqli nuqtasi bor, shu haqida bir tadqiqotlar o'tkazdirib, bizning soha hali boshida aytdik, pul taklif qilmaydi. Real pul taklif qilmaydi. Hozirgi etapda, nasiya bilan ijara etapida. Bu degani uni sezoni qachon, qaysi payt qo'shimcha tovarga ehtiyoji bor, qancha tovar bo'lsa ko'taraveradigan paytlari bor. Shirkat yo'q, bor-ku ular. Hammasini o'rganib chiqib turib, keyin o'shanga aniq taklif berib nima qilsak yaxshi bo'ladi. Endi shirkat masalasi, oddiy shirkat shartnomasi degan narsa bor. Bu bo'yicha endi bu kelajakda biz yaqin orada reja qilib turgan o'sha qo'shimcha produktlar sohasiga to'g'ri keladi. O'sha shirkat sohasini, sherikchilik masalasini yo'lga qo'yishni shu kunlari rejalashtiryapmiz, xudo xolasa. Yana qo'shimcha pul tikish tashkil bo'ladi. Bunda real o'sha biznesga sherik bo'lib kirish. Sherik bo'lib pul tikib. Unda pul tikib kiramiz. Biznes potensiali bor, biznesda jamiyatga, xalqqa foydasi bor. Biznesni egasi yaxshi inson, omonatdor. Shu bizni shunaqa insonlarga, shunaqa biznesga biz sherik bo'lib kirish va o'sha nimasini rivojlantirish. Bu jarayonda o'zimizdagi bor ilmlar, ba'zi bir ilmlar, masalan qonunchilik, soliqchilik yo bo'lmasam boshqa bir biznes bo'yicha ilmlar Alloh qodir qilgani uchun bo'lishish va ularni yanada rivojlantirishga bir qanaqadir sababchi bo'lib qolish. Zo'r. Xo'p, aytaylik, qancha ob'yomda ishla olasizlar yoki bo'lmasam baribir har qanday investitsiya fondlarini ham quvvati chegaralangan. Balki 10 milliondir, balki 50 milliondir, balki 100 milliondir. Lekin buni sizni sohangiz agar kattaroq qismlarini qaraydigan bo'lsak, xalqdan ham investitsiya oladi va uni investitsiya qilib beradi. Bu qismi qanaqa bo'lgan? Ertaga hozir bilmayman qanchalik ob'yomingiz qanaqa, lekin ertaga ob'yom kattalashib, talab kuchaysa,
siz qanchalik yetkazib bera olasiz va investitsiya olish qismini qanaqa kelajakda hal qilgansizlar? Hop, buni to'liq ko'rib hisob kitob qilib chiqqanmiz. Endi bizni ob'yomimiz hozirgi holatda yetarli, alhamdulillah. Endi kelajakda shunaqa vaziyat bo'ladi. Baribir o'sha biznes rivojlangan sari qo'shimcha mablag'ga ehtiyoj bo'ladi. Bu holatda biz o'sha komandit shirkat deydi, shu asosida biz xalqdan sherikchilikka aksiya sifatida pul jalb qilishimiz mumkin. Endi ikkinchi varianti, bizda xorijiy investorlar bilan ishlash tajribasi bor. O'sha bank moliya sohasida ishlab yurganimizda bu ishlarni qilganmiz. Endi u paytda Yevropa, Amerika banklari bilan ishlaganmiz. Endi shu islomiy banklar, masalan, Islom taraqqiyot banki va shunga o'xshagan boshqa imkoniyatlardan menimcha bemalol foydalansak bo'ladi deb o'ylayman. Bunga yo'l ochiq, tajriba bor bu bo'yicha. Ha. Zo'r. Xo'p, demak, ikkalasini ham qo'llash mumkin. Yaqin qancha yilda buni qilishinglarga to'g'ri keladi yoki qachon talab kuchaysa, ya'ni sizlarning quvvatinglar yetmay qolsa, o'shanda sraz qilishga tayyorsizlar, shunaqami? Ha, bu yerda aniq rejalarimiz bor. Biz qanaqa ish qilamiz, nima qilamiz degan savollarga javob topganmiz. Qachonki o'sha belgilangan miqdorni yarmidan oshyapmizmi? Demak, harakatni boshlaymiz. Ha. Investitsiya deb boshidan belgilab ajratib qo'yilgan summani yarmiga kelganda uni ham targ'ibotini boshlaysiz. Xudo xolasa. Zo'r. Qachon yarmiga kelasizlar? Endi Allohning fazli, biz ko'proq tadbirkorlarga o'zimiz haqimizda ko'rsatib, tushuntirib, bizni masalan qulayliklarimiz, afzalliklarimizni ko'proq tushuntira olsak, yo'q, uni strategiya qilganmisizlar. Uning uchun mana qancha mijoz kerak bizga? Aytaylik 10 million deb olsak, bor bo'lgan hozirgi mablag'ni, biz 5 millionini ishlatishimiz uchun bizga nechta klient bilan buni hal qilmoqchimiz? Masalan, nechta tadbirkorga buni berishimiz kerak va uni o'rta cheki qancha bo'lishi kerak? Misol uchun shundan kelib chiqib, balki maydalashmasmiz, energiyamizni mayda juda 50-60 ming dollarga nima deydi, investitsiya oladiganlarga tikmasmiz. Undan ko'ra 10 ta falon ob'yomdagi, falon urovendagi biznesga pul tikarmiz u tezroq shu ob'yomga chiqarmiz deydigan bir plan yo'qmi? Xo'p, o'rta cheklarini ham boshqasini ham hisoblab turib va u uchun nechta mijoz bilan ishlash kerak, qanaqa suhbat o'tkazish kerak, uni rejalari, strategiyasi tuzilmaganmi? Tuzilgan. Hammasi endi keng darajada emas. Shu qachon shunda tuzilganmiz? Xo'p, o'zi bizni strategiya reja bo'yicha shu urovingga uzog'i 1,5-2 yilda yetib borishimiz kerak. Reja, taxminiy reja. Ha, yo'q, bu aniq hisob kitob qilingan. Mijozlar, produktlar bo'yicha ham hisob kitob qilib, har bitta produktda qancha ob'yom, qancha mijoz bo'lishi kerak, hammasini hisob kitob qilib joyiga olib borganmiz. Shu 1,5-2 yil ichida o'sha biz axtarishimiz kerak bo'lgan, o'sha investitsiya haqida o'ylashimiz kerak bo'lgan urovingga yetib borishimiz kerak. Sizlarda kichik investitsiyalarni ko'p odamga bergan yaxshimi yoki katta investitsiyalar bilan haqiqatda ishonchli, tizimli, prozrachniy ishlaydigan katta kompaniyalarga bergan yaxshimi? Yaxshi savol bo'ldi. Men uzoq yillar mikromoliya sohasida ishlaganman. Mikromoliya sohasini yaxshi tushunaman. Bizda hozir shunaqaki tariflarimiz bor. Tariflarda masalan 50 milliongacha tovarlar, masalan tarifi 100 milliondan 200 milliongacha, 200 milliondan 2 milliardgacha. So'mda. Ha, so'mda. Biz so'mda ishlaymiz. Shunaqa tariflarimiz bor. Bizda hozir shunaqaki deylik, oddiy bitta non yasaydigan apparat olmoqchi. Olib beraman. Ha, 1 million 200 ming so'm. 12 million so'm, uzr. 12 million so'm bo'lsa, biz uni chekiga surmaymiz, uni haqiqiy biznes sifatida o'rganamiz, tahlil qilamiz. Buning uchun o'z alohida xodimlarimiz bor, shu mas'ul bo'lgan. Ma'qul keldimi, nimani stanokda olib beramiz. Yo un kerak unga. Qo'shimcha nonvoyxona qilyapti. Apparat kerak, un kerak. 20 millionlik narsa kerak umumiy olganda. Biz uni qilib beramiz. Energiya
bo'linib ketib qolmaydimi? Mayda-maydalardan ko'paytirib yuborsangiz. Endi maqsadingiz oliy bo'lsa, siz hammasiga ulgurasiz. To'g'ri, biznes nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, bu o'ziga yarasha energiya, kuch, mehnat talab qiladi, lekin biz shu bilan mazza qilamiz, to'g'risini. Jamiyatga ko'proq manfaat berish birinchi o'rinda turadi demak. Bizda oddiy misol mikromoliya sohasida ishlaganman deb aytdim. Shu kichkina mablag' yo bo'lmasam investitsiya kerak bo'lgan nimalar, sohalar juda qiynalishadi-da. Tem bo'li masalan qadriyatga asoslangan ishlayman deydigan bo'lsa, juda qiyin masala. O'sha sohani biz kamchiligini to'ldirishni niyat qilganmiz. Men sizga bitta oddiy nima sohasini aytdim, nonvoy sohasini aytdim. Bunaqalar juda ko'p. Bizga murojaat qilib turganlar ham o'ziga yarasha ularni nimasini ehtiyojini qondirib berish orqali biz hozirgi kunda o'zimizda hududda, o'zimizda jamiyatda o'zimizga yarasha hurmatni qozonyapmiz. Endi yirikroq summali nimalar, endi bizda hozirgi kunda maksimal eng yuqori miqdor 2 milliard so'mlik tovarlar, yo'q shartnoma loyihasi. Bu bo'yicha ham o'sha loyihalarni amalga oshirdik. Bu nima beradi desa, bu haqiqiy biznesga kirishga imkon beradi. Biznesni moliyalashtirishga imkon beradi. U bilan buni katta farqi bor-u desa, endi masalan mikrobiznes, kichik biznes, masalan o'rta biznes desa, biz o'sha o'rta biznesgacha bo'lgan nima deydi, uruven bilan ishlaymiz. Undan yuqorisiga to'g'risini aytsam, biz qiziqmaymiz. Bu albatta masalan mikromoliya sohasi ham xuddi shu etapda ishlaydi. Kichik o'rta bizneslar asosan marja baland bo'lganligi uchunmi shunda? Yo'q, marja baland bo'lganligi uchun emas. Jamiyat foydasi. Maqsadimiz tadbirkorlarga qanaqadir foyda berish. O'z rostdan ham marja balandmi yoki katta bizneslarda ham bir xilmi investitsiyaning narxi? Ya'ni masalan 100 ming pul tikaman, yiliga 25-30% qaytadi misol uchun deb matematikasini hisobini qiladigan bo'lsak, katta biznesda kamroqmi shu narsa yoki sizga tariflar haqida aytdim. Kichikroq summalar nisbatan qimmatroq. Qimmatroq bo'ladi. Deylik, 10 million so'mga bir yilda 13 million qilib qaytarishadi. Endi bu yerda so'm o'rtacha 30%. Bu yerda matematika qilish uchun 10 millionlik tovar bo'lsa, masalan 13 million qilib qaytaradi. 13 millionda teng 12 ga bo'lib beramiz. Demak, 100 milliondan oshyaptimi? Bu masalan 100 millionlik tovar 125 million so'm atrofida bo'ladi. Agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, o'ylaymanki biznesni sistemalashtirish, sotuvni oshirish, marketing, nasiya savdosi, sherikchilik kabi ilmlarni o'rganish siz uchun muhimligini tushunib yetdingiz. Agar mana shu bilimlarni eng puxta shaklda va eng kuchli instrumentlar bilan o'rgatadigan kurs qaysi deb aytadigan bo'lsangiz, men Codex Coaching kursi deb ayta olaman. Kursimizda yuzlab tadbirkorlar bilan tanishish bilan birgalikda yana marketingni sodda instrumentlari va shu orqali savdoni bir necha baravarga oshirish, brendni tez tanitish, moliyani xavfsiz holatda yuritish, shunchaki xo'ja ko'rsinga emas, aniq, xavfsiz va rivojlantiradigan moliya sistemasini qurish, boshqaruv sistemasi, ishga olish, xodimlarni qoidalar asosida boshqarish, biznesni qadamma-qadam sistemaga solish, shartnoma qilish va to'g'ri KPI qo'yish ilmlari ham Codex Coaching kursida jamlangan. Kursimiz Qirg'izistonda, O'zbekistonning Andijon shahrida va Toshkent shaharlarida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Kursda qatnashish o'zini oqlamasa, savdoyingiz oshmasa va biznesingiz sistemaga tushmasa, pullaringiz 100% qaytariladi. Hoziroq pastdagi opisaniyadagi silka orqali ro'yxatdan o'ting yoki QR kod orqali ro'yxatdan o'ting. Nariga 30% bo'lgan bo'lsa, u 25 ga tushyapti o'sha. Endi 200 million so'mdan yuqori tovarlar, 200 million va undan yuqori tovarlar, masalan 100 millionni hisobiga olsak, 100 millionlik tovarda 122 million 500 ming atrofida bo'lyapti. Summa kattaygan sari bizda tariflar tushib boradi. Biznes holatiga qarab. Shuni yirik bizneslarda demak yana ham kamroq bo'ladi. Ha. Zo'r. Xo'p, asosan qanaqa muammolar bor hozir sizda? Shu muammoni ochaylik, endi biznesga tegishli qismlarni. Endi bizda asosiy muammolar поставщикlar bilan ishlash. Tovar yetkazib beruvchilar bilan ishlash. Bizda hozir nasiya savdo va ijara haqida gap ketyapti. Bizda hozir ko'pchilik tadbirkorlarimiz hali
katta urovengga chiqmaganligi sababli masalan biz endi pul o'tkazma shaklida sotib olishimiz kerak, keyin qo'shilgan qiymat solig'i ishlaydigan holatda sotib olishimiz kerakda. Lekin oddiy tadbirkorlarga borsangiz o'sha nima deydi, aylanmadan soliq to'laydigan yo masalan qat'iy soliq to'laydigan nimalarga to'g'ri keladi. Любой klient kelib turib menga mana narsani olib ber deydigan bo'lsa, uni NDS bilan perchesleniyga ishlaydigan joyini topib yetib borgungacha, tем более narxi arzon joyda topgunimizgacha ozgina mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Deylik o'zi 10 million so'mlik narsa, uni Samarqanddan yoki Toshkentdan topib keltirish kerak. Betlarda bo'lmay qolsa. O'zingizlar topib berasizlar uni? Biz u varianti bilan kelmaydimi? Mana falon joyda manaqa narsa turibdi. Kichkina bizneslar unaqa kelmaydi odatda. Kichkina biznes, oddiy misol, mana bitta holatda aytaman. Sammoyka apparat so'rayapti-da. Nech bo'ldida? $3000 ekan. $3000 dedi. Keyin yaxshi dedida, biz o'rganyapmiz. Xuddi o'sha talabga javob beradigan narsani Samarqanddan $2600 ga topyapmiz. Bu yerda o'zim mijoz $3000 ga rozi. Endi bizga manfaat beryapsiz. Bizni o'sha narsani $2600 ga topib turib, hurmatli mijoz, $3000 dan mana uncha ustama deb gapirmayapmiz-da. $2600 ga topyapmiz. Masalan, deylik $50 yo'l kira bo'lyapti. $2650 ga nisbatan foyda qo'ysak, o'sha $3000 atrofiga borib qolyapti. Bizning foydamiz bilan. U yerda siz hatto foydangiz ham shu yerda o'zida qolib ketdi. Shunaqa holat. Bizda qadriyatlar dedik, shaffof bo'lish kerak. Bizning ishimiz ochiq-oydin bo'lish kerak. Masalan, mijozga tovarni sotib olgan narximizni ochiq-oydin aytamiz. Unga ketadigan bevosita xarajatlarni qo'shamiz tan-narx ustiga, yo'l kira yoki bir boshqa narsa bo'lishi mumkin. Va undan keyin o'sha narxga nisbatan foydamizni shuncha foyda qo'yyapmiz deb ochiq-oydin aytib sotamiz. Zo'r. Hozir muammolar deganda поставщикlar bilan dedingiz, yana? Endi asosiy muammomiz bizda shu поставщикlar bilan tovarni sifatlisi, arzoni va o'sha NDSli qo'shilgan qiymat solig'i bilan sotadigan joyni topib olish ozgina qiyin. Xo'p. Deylik, uzr, gapingizni bo'ldim. Bitta odam, masalan, biznesmen menga 1000 ta shifr yoki bo'lmasam 10 000 ta shifr kerak desa, biz zavoddan sotib olaveramiz. Muammo yo'q. Lekin bitta odam kelib menga 100 ta shifr tomimda qoqqani deydigan bo'lsa, magazinlarga borsak, ularda NDSli emas. Zavodga boradigan bo'lsak, zavod 100 ta shifr sotmayman deyishligi mumkin. Tushunarli. Shu joyda qanaqa hal qilyapsizlar muammo? Qila olmayapsizlar demayman. Endi to'g'risini aytsam, bu yerda biz tadbirkorlar bilan kuruklarimiz bor. O'sha tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishni foydalarini tushuntiryapmiz. Ko'pchilik tadbirkorlarimizda moliyaviy savodxonlik ozgina kamroq bo'lib qolyapti-da. Sababdan tushunmayapti-da. Qo'shilgan qiymat solig'iga o'tsa, unga yana ham haligi nima deydi, kengroq yo'l ochilishi, imkoniyatlar ochilishligini tushuntirib olish ozgina qiyin bo'lyapti. Hozir tushuntiring, mana qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishni biznesmenga nima foydasi bor? Menga nima emasmi? Aytaylik, yagona soliq yoki 4% lik boshimni og'ritmasdan shunaqa qilganim yaxshi emasmi? O'zi katta ehtimol bilan to'g'ri ishlamayotganligi uchun, berli ishlamayotganligi uchun yoki unga buxgalterni qanday ishlatishni bilmayotganligi uchun nima qilsa kerak o'sha? Shunaqa qo'rqadi ko'pchilik. Men yaqinda bitta shu qurilish mollari sohasida biznesi bor aka bilan gaplashib qoldimda. Aka dedim, qo'shilgan qiymat solig'iga o'ting, men sizdan narsa sotib olaman dedim. O'zim sotib olaman. Bizda talab bor aholidan desam, qiziqchimisiz deyapti. Men haligi o'sha 1 milliardgacha bo'lgan sohada nima soliqchilikda ishlayman. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring dedi, 4% bo'lsa, men deyapti 50 ming so'mdan sotib olgan shifrni 50.500 so'mdan sotaman deyapti-da masalan. Endi deyapti, masalan, hisob kitob qilib beryapti. O'zi 500 so'm foyda qilsam, qanaqa deb даже bundan qo'rqyapti-da. Men keyin hisoblab berdim. Endi dedim,
siz 500 so'm qo'yyapsiz ekan. Xo'p. 600 so'm qo'ysangiz klient qochib ketadimi, yo'qmi degan savol berdim. Desam, yo'q dedi. Endi eshiting dedim. 50 ming so'mning ichida 12% NDS bilan keladi. Zavoddan shunaqa holatda keladi. Siz 500 so'm qo'yyapsiz, qo'shilgan qiymat solig'i o'z nomi bilan 500 so'mga nisbatan 12%. 60 so'm bo'ladi. Endi siz foyda solig'ini ham hisoblab ketaylik dedim shu yerda. 300 so'm xarajatlaringiz bor. 500 so'mning ichida 300 so'm xarajatlaringiz bor. 200 so'm qolyapti. 200 so'mga nisbatan 15%, 30%, 90% masalan ustida turibdi. 50 ming 600 so'm sotsangiz bemalol qoplaveradi. Bu yerda siz nima imkoniyatlarga ega bo'lasiz deganda filiallaringizni ko'paytirishingiz mumkin. Siz 1 milliardni poylamasligingiz mumkin. Menga desa, masalan, davlatga desa 100 milliard, 1 trillion so'm oborot qilmaysizmi? Sizga hech kim hali qilmaydi. Qo'rq, nima keragi bor qo'rqish? Desam, u aka keyin o'ylab turib, men deydi, o'zi hamma yoqda QQS bilan sotib olaman ekan deyapti. Yog'och mahsulotlari, sement mahsulotlari, shifer mahsulotlari, kraska hammasini o'zi QQS bilan sotib olaman ekan deb turib darrov kallashishni boshlayapti. Endi nima qilishim kerak degan savol bo'lyapti-da bu yerda. Foydalar, mana shuni eslab turing-da, uzr gapingiz bo'lgani uchun. Foydalari deganda hozir siz sanab o'tganlaringizdan tashqari yana katta foydalari bor-da. Ya'ni boshqa foydalari bor. Birinchidan o'g'irlik ehtimoli kamayadi. Yashirin iqtisodiyot bittagina xodimi qilgan o'g'irlik o'zi налогga to'lash kerak bo'lgan pulini 10 barabarini olib ketib qolishi mumkin, chunki cho'rni ishlayotganlarda juda katta teshik bor bu yerda. Bu bir. Ikkinchi, nasiyasidagi muammolar hal bo'ladi. Mana katta muammolardan bittasi hal bo'ladi. Ya'ni nasiyaga berib bitta klientni uxlatib ketib qolsa, uxlatib ketib qoladi ham, 100 tadan bittasi. Mana shuni ham hal qila oladi-da, belgiga o'tgandan keyin. Nasiyasi hal bo'ladi. Bu degani davlat bir deganda olib beradi pulini. Qayerdan bo'lsa ham topib olib beradi agar beli ishlagan bo'lsa. Shuning uchun beli ishlashni foydalari juda ko'p. Endi mana so'zingizni davom ettiravering. O'z beliga o'tishni foydalari haqida gapiryapsiz-da. O'zi xalqaro holatda qaralsa ham soliqlar endi nima desa bo'ladi. Endi bu sohaga o'tmaganimiz ma'qul edi. Unaqa qimmat hisoblanmaydi. O'zi aslida bizdagi soliqlar. Masalan shu shifer masalasida bo'lgan bo'lsa, men u akaga aytdim, siz dedim, buxgalter masalasidagi keldi. Siz yaxshi buxgalter olishingiz kerak. Qanaqa buxgalter? Uni maslahat berdim. Keyin siz dedim, yana buxgalterga xijolatchilik bo'lsa, soliq maslahatchilari bor hozir bizda. Sizni har bitta nimangizni nazorat qilib berishadi. Soliq bo'yicha muomalangizni to'g'rilab beradi. Siz haligi nimangiz, statusingiz zelenidan, masalan, yashildan sariqqa qarab ketyaptimi, qizilga qarab ketyaptimi ko'rib turadi ular. Va sizni yangi chiqqan qonunchilikdagi o'zgarishlar sizni foydangizga ishlaydigan narsalardan doim bahobar qilib turadi. Degan narsani berdim. Desam, hozir yaqinda bir gaplashdim, shu narsani harakatida yuribdi. Keyin ilm o'rganish kerak. Doimiy moliyaviy savodxonligini oshirib borish kerak. Bizda shunaqaki tadbirkorlarimiz Alloh bergan iste'dod kuchlilar biz o'zbek tadbirkorlarida. Shu iste'dod orqali mehnat qiladi, tez rivojlanadi, zo'r holatga keladi. Lekin ma'lum bir nimada ko'p to'xtab qolyapti. Darajaga borganda. Sababi undan u yog'iga ilm kerak bo'ladi-da. Ilm deganda endi qonunchilik, soliqchilik, yana boshqa ilmlar bor. Biznes ilmi, boshqa narsalar bor. Masalan, siz o'zingiz qilyapsiz, o'rgatyapsiz. Shu narsalar, tizim qurish, marketing qilish, hammasi sotuv, o'sha narsa kerak bo'ladi, o'sha yerga borganda to'xtab qolyapti. To'g'ri. Endi motivator deb o'ylaydi-da. Motivator borsa lahatron shunchaki bog'dan tog'dan gapirib meni aldab pulim oladi, sehrlab qo'yadi deb o'ylaydim. Shunaqa desak kerak. Yo'q, unaqa emas. Ilmni o'rganishdan hech qachon qochmaslik kerak. Motivator bo'lganda ham o'rganib ko'rasizda, bu motivator ekan deysizda, boshqa harakat qilasiz, masalanda. Yo'q, deb qo'yaverasiz. Ko'zingizni yumib, endi yana ham nimasidan o'rganaverasiz. O'sha puldan, o'sha xarajatdan ma'lum bir motivatsiya olasiz, baribir energiya olasiz, to'g'rimi? Men endi motivatorlar tarafini olmayapman. Masalan, adashilmovchilik bo'lib, o'shanaqa odamga motivatorga tushib qolsangiz ham qolgan taqdirda ham deyapman-da. To'g'ri. U sizga haligi nimani o'rgatmaydi. To'g'ri. Endi umuman olganda
shu mavzuga nima ochildi. 1,5 million biznesmen bor ekanda, Nodirbek aka. 1,5 million biznesmenni nima deb o'ylaysiz? Qanchasi o'qidi mana shu biznes o'rgatuvchilar bor-ku, sof haqiqatda yaxshi mana shu marketing sistemalashtirishni o'rgatayotgan yaxshi ustozlar bor. Qanchasi o'qidi deb o'ylaysiz yoki bir aniq ma'lumotingiz bormi bu bo'yicha? O'zi aslida 1,5 milliondan ham ko'p bo'lsa kerak. Sababi oddiy odam ham tirikchilik qiladi, lekin o'zi aslida o'sha ham biznes, masalan, ko'chada nimadir qilib tirikchilik qiladi. 10% dan oshmasa kerak deb o'ylayman men. 10% ham agar katta sifra bo'lmasa, Katta. 10% ham katta sifra bo'lmasa, sababi 40 ming deb biz taxmin qildik. Sababi masalan shaharlarda, Toshkent taraflarida ko'proq hozir rivojlanyapti, vodiy taraflarga, boshqalarga endi yetib boryapti, lekin eshitganda ham buni bo'yniga olmaydiganlar son mingtada. Haligi siz aytgandek motivator va boshqa deydi. Yo bo'lmasam o'sha domla kelsa men o'zim o'rgatib qo'yaman deydi. Shunaqa insonlar ko'p. Yo bo'lmasam men eshitmaganlar ko'p. O'zida bunaqa muammo borligini ham bilmaydi. Menga nimani o'rgatadi, masalan, men mebelchi bo'lsam, aytaylik. 20 yildan beri mebelni ichida yurayotgan bo'lsam, menga nimani o'rgatadi deydi. Biz aslida nimani bilmasligimizni o'zimiz ham bilmaymiz. To'g'ri. Yomoni ham shu. Ha. Hamma narsani bilaman deb o'ylaymiz. Ha. Ozgina pul topsa ayniqsa. Biz ustoz aytadi, Alloh taoloning shunaqa fazli kengki, o'sha ishni boshlab harakat qilgan hali aytdi-ku, iste'dod beradi Alloh taolo. Beradi. 1 yil, 2 yil ishlaydi, yaxshi holatga chiqadi. Undan keyin uy qurishni boshlaydi, mashina olishni boshlaydi, yana boshqa narsalar qilishni boshlaydi-da, keyin yana bir ma'lum bir muddatdan keyin minusga qarab ketib turganini his qilishni boshlaydi. Nimaga desa, xuddi o'sha gap, men o'zi ustozni gapini gapirdim. Qolganiga ilm kerak bo'ladi. Alloh taolo qolganini ilmga asoslangan holatda yana kengaytirib beradi. O'zingiz qanchalik o'qidingiz bunaqa darslarda? Biznes bo'yicha, boshqaruv bo'yicha qanaqa bo'ldi? Bu bo'yicha o'zi bank moliya sohasida ishladim deb aytdim. Bitta biz forumlarga bordik, boshqa narsalar qildik, nima deydi, maqsadli o'qishlar bo'lgan, keyin o'sha xorijiy investorlar bilan ishlaganmiz, ularni ambitsiyalari, ularni dunyoqarashi, boshqalardan xabarim bo'lgan. Keyin ustozda islom moliyasi bo'yicha o'qidim, yana o'qidim, qayta keyin o'sha nima deydi, ular bilan tez ko'rishib, haligi nima deydi, ilm o'rganib turamiz. Keyin bu biznesda taktikalarni o'rganish bo'yicha Bobur Musaboyev inson kursiga qo'shildim, o'qidim. Keyin uni o'sha nima deydi, kengash klubiga a'zo bo'ldim. Mana xudo xolasa harakat bor, lekin shu ham kam deb o'ylayman, ochig'ini aytsam. Biz o'rganadigan sohalar juda ko'p. To'g'ri. Mana hech sizda ham shunaqa bo'lganmi? Mana hozir kuzatuvchilar yoki biznesmenlarning ichida ham 1,5 million biznesmen dedik. O'sha hali motivator, laxatron borib menga nimani o'rgatardi deydiganlarni holatidek nimadir bo'lganmi sizda ham yoki bo'lmagan? Menda nima desam bo'ladi? O'shanaqa holatga tushmasdan tezlashib o'tib ketib qoldim deb o'ylayman. Necha bo'lsa ham shubha bo'lganmi, bo'lmaganmi? Endi vaqtida bo'lgan. Men o'zi hunarmandchilik nimam bor, hunarim bor. Masalan, yog'och eshik romlar bo'yicha o'rganganmiz. U paytda men hozir o'sha paytda o'ylab turib juda ham afsuslanaman. Nimaga deganda biz kichkina shu stakan ichidagi suvda baliqcha bo'lib nima qilganmizda, yashaganmiz. Tashqarini bilmaganmiz. Biz kengaytirishni bilmaganmiz. Hattoki shu darajada elektr tort, masalan, o'sha paytda endi bunga ancha bo'ldi. To'la anetga chiqib bitta podvalda yurmasdan boksga tashqariga desa, o'sha narsadan qo'rqqanmiz-da. Qo'rqishki biz bilmaganmiz shu narsani. Shu darajada ilmsiz bo'lganmiz. Zo'r. Xo'p, menimcha mana samimiy aytyapman, bu bizning kursimiz boshqada emas. 1,5 million tadbirkorni 1 million 460 mingiga achinyapman-da. Ularda hali haqiqatda
tushunsa bo'ladigan holat bor, menga nimani ham o'rgatardi deb o'ylaydi-da. Chunki haqiqatda sohasini yaxshi tushunadi. Mebelchilikni hech kim unga o'rgata olmaydi. Lekin aslida nimadan qolib ketayotganligini qanday tushuntirsak bo'ladi? Bu narsa nimani o'rganadi? Mana bitta bir o'zingiz mana shu sohada o'rgangan inson sifatida nimani o'rganadi bu narsaga kirsa? O'sha odamlarni ham juda katta qismi o'qiydi vaqt soati kelib. Sababi bitta mana o'qib borilyapti, yoni atrofida ko'ryapti, boshqa bo'lyapti, uni nimasi, muvaffaqiyatini ko'ryapti-da. O'sha dastlab nima deydi, muhokama qilishni boshlanadi, boshqa bo'ladi. Sen nima bo'larding deydi, uni muvaffaqiyatini ko'rib, sekin o'ylashni boshlaydi. Bu sekin-sekin bo'ladigan narsa. Bo'lyapti o'zi mana 3 yil oldin Instagramga chiqib bir narsalar deb gapirganlar Instagramda hozir video qilib yuribdi. Bu bir marketingni iloji o'rganyapti. O'zim o'rgataman deganlar, ertaroq aytmabsan, urib yurib olib bormabsan, darsni bilmabman, men unaqa laxatron deb o'ylardim ekan deb yurishibdi. Ba'zilar bo'lsa achinarli yopilib ketyapti. Yopilib ishkalga kirib ketyapti. Keyin unda ham baribir tushunmayotganlar bor. Loyiqlik degan narsa bor. Biz ustoz o'rgatgan, siz qilayotgan ishingizga loyiqligingizni darajasi. Buni shartlari birinchisi ilm, ikkinchisi taktika, uchinchisi xulq deydi. Bizda ko'p tadbirkorlarimizda xulq bor. Yaxshiman deydi, omonatdorman deydi, boshqa deydi. Taktika ham ish jarayonida o'rganib boradi. Endi o'zining sohasi bo'lganligi sababli ma'lum bir jarayonda u ham. Lekin asosiysi ilm yo'q. Ilm qolib ketib qolyapti. Shu narsani doim o'ylab yurish kerak. Men shu qilayotgan ishimga qanchalik loyiqman? Nima kam? Ilm birinchi o'rinda ilm. Ilmni o'rganganingiz sari taktikangizni kamligini bilib olasiz-da. Demak, taktikam kam ekan. Buni kengaytirishim kerak ekan degan xulosa kelib chiqadi. Zo'r. Endi mavzuga qaytsak, xo'p, bu loyihani kengaytirish bo'yicha yana qanaqa muammolarga uchrayapsizmi? Поставщикlar masalasi, aytaylik, noqonuniy ishlayotganlar yoki hali beliga chiqmaganlarni sekin-sekin endi nima bo'ladi? Beliga chiqib, sal aqli yetib qolganlarni bozoridan siz endi klient topishingizga to'g'ri keladi. Yana qanaqa kengayib ketishingizga nima to'sqinlik qilyapti? Menimcha o'zimizda yetarli darajada ilm kamligi deb o'ylayman. Yana bir sababi ham ilm ham taktika. Shu narsani hozir to'ldirishga harakat qilyapmiz. Yana bir boshqa sabablari, biz o'zi yaqinda ish boshladik. Unaqa ko'p bo'lmadi. Yusuf Invest tashkil topganiga 3 oy bo'lmadi hali. Demak, test qilib ko'ryapsizlar. Qaysi produkt bizni ham energiyamizni tejaydi, ham ko'proq jamiyatga manfaat beradi. Hammasini bir test qilib ko'ryapsizlar. Biz endi hozir birinchi o'rinda fiziki ulgurish degan narsa bor. Shu energiyani tejaydi. Shu sohada, shu nimada biz hattoki hali biznes qurish etapidamiz. Hali bir biz biznesimizni har holda qurib bo'ldik deydigan darajaga yetganimiz yo'q. Albatta juda ham rivojlanib ketadi deb o'ylayman, xudo xolasa. Sababi niyatimiz xolis, maqsadimiz hali aytdim, birovlarga, tadbirkorlarga, biznesga, biznes rivojlanishiga hissa qo'shish, xizmat qilish. Jamiyatga xizmat qilish. Siz kimnidir ehtiyojini qondirib, kimnidir nima deydi, og'rib turgan malhamiga dori qo'ydingizmi? O'sha u o'zidan o'zi, sarafan marketing deydimi? O'zidan o'zi rivojlanib ketadigan narsa. Ba'zilar bor, endi jamiyatga yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, foyda qo'yma, ustiga mana buncha foiz foyda qo'yasan ekan u deydi. Win. Biz foydalanaylik. Tadbirkor foydalansin. U orqali jamiyat ham foydalansin. Maqsadimiz. Endi foyda qo'ymaslik bu nima deydi? Bu to'g'ri yechim emas deb o'ylayman. Biznes o'smaydi. Biznes o'smaydi. Bu loyihaning xodimlari bor, marketingi bor, tannarxi bor, arendasi bor, boshqasi bor. Endi oddiy xalq uni tushunmaydi. Hatto ba'zi saviyali insonlar ham tushunmas ekanda uni. Shu gрамотный deydimi yoki ziyoli insonlar ham tushunmas ekan bu narsani. Men aytaman, masalan, ta'lim sohasi
ba'zilar ta'lim bu unaqa qimmat qilib bo'lmaydi narxini deydi. Xo'p, jamiyatga foyda bermoqchimisan? Ha, bermoqchiman. Qimmat qil unda narxini deyman. Endi bu to'g'rimi, qanchalik noto'g'ri? Men ustoz bilan ham bu mavzuda maslahatlashdim. Ustoz dedim, men mana sherikchilik kitobi narxi qimmat ochig'i dedim. 1,5 million so'mdan hali bunaqa kitob kam, qimmat. Sababi dedim, buni marketingiga buncha foizini ajrataman. Jamiyat foydasiga deb buncha ajrataman aytaylik. Yana bu summalarga ajrataman va buni oladigan biznesmen bundan qimmatini olishga ham qodir. Desam, gazini bosing dedi. Men ta'lim sohasiga ham o'quv markazi 200 ming so'mga o'quv markazlari bor. Bu qanaqa qilib yaxshi o'qituvchini ishlata olyapti deyman. Yaxshi o'qituvchi ishlata olmaydi birinchidan. 200 ming so'm bilan. Yana 12 ta odam o'qiydi bitta gruppada. Nimaga? Marketing qila olmaydi u pul bilan. O'qituvchisini ham boqa olmaydi, arendasini ham to'la olmaydi. Men aytaman, 200 ming emas, 2 million qil iloji bo'lsa, mayli 1 million qil hech bo'lmaganda. Va o'shanga qodir bo'lgan insonlar kelsin, zo'r servis qil, zo'r remont qil, odam qiziqadigan qilib, zo'r marketing qil va o'shani bir qismini fond qilib ajratib qo'y, grant qilib ber mana muhtoj, haqiqatda muhtoj o'qimoqchi bo'lgan insonlarga. Va ana endi filiallaring ko'payadi. 100 ta emas, marketing ishlayotgani uchun 1000 ta odam o'qitasan. Mayli pul evaziga bo'lar, lekin o'qitib qolasan odamlarga, bilim berib qolasan deyman. Tekinga qilib qo'yinglar, hech kim kelmaydi. Tekinga qilib qo'ysangiz kelmaydi, ha. Pul to'lamagan odam qadrlamaydi. Hali 1 millionga o'qiyotgan odam 200 mingga o'qiyotgan joyda aslida undan ko'p natija olishi ham mumkin. Lekin 1 millionga o'qiyapman deb natijani ham zo'r qiladi-da. Shunaqa. Endi hamma joyda manfaat bo'lgani yaxshi. Manfaat bo'lishi kerak. Manfaatlar faqat o'sha adolatga, nima deydi, insofga asoslangan bo'lsa yaxshi. Savobli degani tekin degani emas-da, shuni tushunish kerak. Tekin desa, savobli ish ham uzoqqa bormay qoladi tekin bo'lsa. To'g'ri. Nodirbek, sizlardan bizneslar foydalanadi, sizlarning xizmatinglardan, ya'ni biznesmen inson ko'proq foydalanishi mumkin. Xalqqa qanaqadir bormi shunaqa xizmatinglar? Xalq ham tovarlar olib, nasiyaga nimadir qilish mumkinmi sizdan? Ha, biz alohida produktimiz bor B2C uchun. Bitta maishiy texnikalar, yo bo'lmasam qurilish uchun qurilish mollari, yo bo'lmasam mashina, uy, endi uy sohasiga hali kirib bormadik, ochig'ini aytaveraman. Xalq uchun shunaqa narsalarimiz bor. Bitta nima foydasi bor deyilsa, oddiy misol maishiy texnika yo bo'lmasam bir telefon masalasida bo'lsa, bizni alohida o'zimizga xos xususiyatimiz deb gapiramiz-da endi. Biz o'sha qadriyatga asosan biz o'zimizni alohida biznes modelimiz bor. Shu modelimizga asosan sotib olgan narsamizni tan narxini real aytamizda, ustiga foyda qo'yamiz. Deylik, birov kelyapti-da, men kir mashina sotib olishim kerak deyapti ayollarimiz. Tan narxi endi albatta birinchi qo'ldan sotib olamiz. Bu bo'yicha hamkorliklar o'rnatilgan. Birinchi qo'ldan sotib olamizda tan narxi 5 million, ana deylik 10 million deylik. Endi bu shartlar hisobga to'g'ri bo'lishi uchun 10 million so'mlik narsani sotib olamizda 6 oyga bo'lib to'layman desa, o'shani 11,5 million so'm qilib sotamiz nasiyaga. 15% bo'lyapti. Ha, 6 oyga 15%. Ha, 6 oyga 15%. Shunaqa nimada. 1 yilga bo'lsa, masalan, shuni 13 million qilib sotamiz. Demak, hozirgi ko'p nasiya savdo bilan shug'ullanayotgan do'konlardan anchagina arzon ekan. Bu bilgan odam bilib qolyapti, ochig'ini aytaveraman. Bilgan odam bilib qolyapti. Endi haligi reklamani o'ziga yarasha talablari bor. U bilan buni solishtirib bo'lmaydi. Lekin shunaqa holat. Shifr sotib olganimizda ham, masalan, bizda o'sha do'konlardan sotib olishga imkoniyat bo'lmadi. Ko'proq holatga yig'ib turib, zavoddan sotib olib, zavoddan B2C ga biz yetkazib beryapmiz. Bu degani zavoddagi narx bilan do'kondagi narx farqi bor-da. To'g'ri. Shu farqi bor. Hamma tomonlama, ham zavoddan olib, ham bu yoqda tushunarli. Nodirbek aka, qarang, muddat masalalari, shu to'lov ketma-ketliklari masalalari qanaqa? Bizda nasiya savdo uchun minimal 6 oydan ko'pi bilan 3 yilgacha muddat asosida ishlaymiz. Ijara
uchun minimal 13 oydan 48 oygacha bo'lgan muddat asosida ishlaymiz orasida. Shunda mabodo vaqtida bera olmay qolsak, nimadir bo'lsa aytaylik, kimdir bergisi ham kelmay qolsa, unda nima bo'ladi? Birinchi o'rinda sabablarni to'liq qilishga harakat qilamiz. Biznes potensiali, biznes egasini omonatdorligi, yana boshqa faktorlarni o'rganamiz. Lekin bu hayot, inson deb qo'yibdi, har xil holat bo'lishi mumkin. U paytda bizda garov, masalan, har bir nima uchun garov qilib qo'yilgan bo'ladi. Avvalo muddat beramiz, holatdan kelib chiqib ko'ramiz, lekin o'sha kechikkan kunlar uchun jarima, boshqa narsalar yo'q. Deylik 2 oy real o'sha nimasi ko'tarmayaptimi, force major bo'lib qoldi yo boshqa bo'ldi, 2 oy bo'lyapti-da, 3-oyga o'tganda keyin nima deydi, yuridik harakatlar qilishimiz mumkin, garovga qaratilgan holatda. Endi yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bizda kafillik asosida, 3-shaxs kafilligi asosida ham ishlaymiz. Deylik 50 million so'mgacha bo'lgan kichkina proyektlarda o'sha kafillik asosida ishlaymiz. Rasmiy ish haqiga ega bo'lgan kafillik. Ya'ni kimdir kafil bo'ladimi? Ha, kimdir kafil bo'ladi. Masalan, men jiyanimga biznesiga pul olib bermoqchi bo'lsam, men kafil deyman, kafillikka qo'l qo'yib beraman. Unda yoki kafilga nimadir mulkim bo'lishi kerak. Yo'q. Siz jiyaningizni biznesiga tovar olib bermoqchi bo'lsangiz, sizni ish haqingiz bor, rasmiy. O'sha bilan siz ish haqingiz bilan kafil bo'lib berishingiz mumkin. Shunda sizda qonuniy nimadir bo'ladi. Ha, bizda riskni nimasi bo'ladi, strafovkasi bo'ladi. Zo'r. Ma'lum bir miqdorda albatta. Va har bitta narsa bu 100% strafovka qilmaydi. Bu endi bank moliya sohasida ham shu, lekin sabablari qilingan bo'ladi. Yaxshi, men aytaylik oluvchiman, aytaylik uyimga yoki farqi yo'q, biznesmen sifatida sizdan emas, qanaqadir stanok olishim kerak yoki nimadir olishim kerak, menga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz, nimalarga e'tibor beray men aynan shunaqa xarid qilishda? Naqd pulga? Yo'q, nasiyaga xarid qilishda. Nasiyaga xarid qilishda men tavsiya qilgan bo'lardim, bizga o'xshagan tashkilotlar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Sababi stanok bo'ladigan bo'lsa, uskuna ijara qilinadigan bo'lsa, bizda shunaqa nima bor, risklar degan joyi bor. Hali ham aytib o'tib ketdik. Ma'lum bir asosiy risklarni biz bo'ynimizga olganligimiz sababli sizni riskingiz kamayadi. O'sha uskunani yo'qotib qo'yish riskingiz. Uskunani puli yo'qotilgan holatdagi, talafot yetgandagi holatdagi to'lovi sizni gardaningizga tushib qolmasligi riski kamayadi. Endi hammasi aniq qoidalarga asoslangan yozilgan holatda bo'ladi. Shunaqa qilishni tavsiya qilaman. Demak, an'anaviy banklardan yoki qanaqadir nasiya xizmatlaridan foydalanganda shu qadriyatlarga asoslangan bir kompaniyalardan foydalansam men ko'proq manfaat topaman, chunki u yerda ikki tomonni riski hisobga olingan, ya'ni ikki tomonga risk yuklatilgan. Meni mulkimga o'tgungacha, demak sizning riskingizda turadi, sodda qilib aytganda. Agar bankdan nimadir zakaz qilib olmoqchi bo'lsam yoki pulni boshqa banklarda ham bor, murabahaga o'xshagan nimadir olib keltirib beradi, lekin yo'lda nimadir bo'lib qolsa ham men kuyaman. Endi bankda pul masalasida gaplashsak, pul sizga qo'lingizga teggandan boshlab hech qanaqa risk yo'q. Endi u gap pulni qaytmaslik riski boshqa masala. Stanok olib berish masalasida, masalan, Xitoydan olib keltiryapman-da, yo'lda suvga tushib ketib qoldi, o'tda yonib ketib qoldi, nimadir bo'lsa, uni ham men to'layman shunda. Hozir banklarda masalan islomiy darschalar ishlayapti. Agar o'sha islomiy darschalarga murojaat qilgan bo'lsangiz, unaqa emas. Demak, islomiy darschalarga men murojaat qilishim kerak. O'shanaqa. Ha, bo'ldi. Tushunarli. Rahmat mazmunli suhbat uchun. Loyihangizni rivojiga, barakasiga tilakdoshmiz. Foydali bo'ldi. Alloh xayrli qilsin. Bizdan sovg'a bo'ladi odatda. 5 mingta prosmotrdan o'tgandan keyin izohda yozganlarning ichida o'zim tanlayman va o'sha tanlanganlarga men shaxsan bitta kodeks beraman. Agar xohlasangiz sizdan bir voucher yoki nimadirlar qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi sizni sohangiz qanchalik tushadi bilmayman. Agar tushadi degan bir joyi bor desangiz, nimadir qilsak bo'ladi. 5 mingtadan oshiq prosmotr bo'lganda
bizdan hadya bitta kodeks, birinchi insonga, ikkinchi insonga sherikchilik kitobimiz bor. Ana shundan bittadan hadya beraman men. Bizdan ham quruq bo'lmasin. Shunaqa holat bo'lsa, mana deylik, bitta o'sha Samsung pilisos ro'zg'or uchun o'shani hadya qilamiz. Zo'r. Demak, uchinchi sovg'amiz Yusuf Investdan Samsung pilisosi bo'lishi mumkin. Mana shu pilisosni siz olishingiz mumkin bo'ladi. Izohlarda yozing buning uchun va maksimum bu foydali deb bilsangiz boshqa yaqinlaringizga ham ulashing. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ham albatta kutib turing. Inshaalloh foydali ma'lumotlar olasiz degan umiddaman. Sizga ham rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.